1,5 oyda ichida necha pul yeyish mumkin? Kuniga masalan, kuniga bitta qo'y necha pul yeydi masalan? O boshlanishda kamroq edi. Necha pul masalan? 2,5 ming rosa bos tiqsangiz 3 mingga boradi. Kuniga 3 ming. O'shanda bir oyda 100 ming. 100 ming. 150 ming. 150 ming. 150 mingga chiqsa bo'laveradi. 150 ming yedirgan qo'yingiz masalan deylik. Qarab turib, bunday qilib tushuntirib beradi obunachilarimizga. 3 oy vaqtishadi. Hop. 400 ming tiqishadi buni ichiga. 400 ming edi 3 oyda. Vaqtlarni ham tiqishadi. Hop. Kelgan xudo xohlasa bo'lmadi desa, qo'ydan oyiga 300 ming. Eng kamini aytyapman, to'g'ri? Ha, qo'y lekin o'zgarib. Shunday ketgandan keyin bitta qo'ydan oyiga 1 milliondan tushirsa ham bo'ladi. O'shanda 3 oyda o'zgarishiga qarab. 3 oyda 1,5 million bitta qo'ydan xotirjam tashlaydi. 1,5 million foyda qilsa, sof foyda qilsa bo'ladi. Yeb ishdan tashqari. Qulog'i. Odam bo'ldi, shuncha baylab qo'ydi. Qulog'ini qarang mana. Qulog'i haligi. Emas, lekin shunday bitta effektini ko'rishsa, mayna qilib berish kerak ekan deb. Mana sizga aytdim, bug'doyni o'zi qaynayadi. Hop. Mono effekti kelib bo'ladi. Mana kelar, shu qo'raga ham bitta baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Shu qo'rani ham ma'lumot qilib. Mana kelar bu haligi nima deydi, usta qolib ketgan sal pishmaganrog'i, buni ship o'ta shishib ketgan lekin. Buni ichida makka yo'q-da. Hop, makka yo'q. Mana kelar. Qo'ylarni hozir ko'rasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Akalar, bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa katta sizlar uchun foydali video qilganmiz. Akalar, xudo xolasa hafta kuniga bugun yakshanba dam olish kuni 2025-yil 28-sentyabr. Bittadan like deb bosib, kommentariyada otangga rahmat deb tursalar, oddiy arzon usulda qo'y boqish sirlari qilmoqchimiz. Akalar, xudo xolasa qo'y boqib katta daromad qilaman degan o'sha arzonchi bola Qodirali do'stimizni qo'y fermalar akamiz alohida qo'y boqayotgan qoralarga yetib kelamiz. Sizlar o'sha gap like deb bosib, kommentariyada otangga rahmat, arzonchi bola bizga ham ayna qilib qo'y boqish nasib qilsin deb tursalar, xudo xolasa biz video sevganimizni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa juda nima deydi, foydali video qilmoqchimiz. Sizlar o'sha gap, sizlar oxirigacha ko'rib like deb bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, arzon usulda qo'y boqish sirlari qilmoqchimiz. Yo'qmasam arzonchi bolani o'zlari. Assalomu alaykum obunachilar. Arzonchi bola, so'msiz. Har doim qo'yni nima qilyapti? Oxiriga tashalgan holat, yemni qanaqa berishini boshlayapti-ku. Hop. Endi xudo xolasa o'sha oxirdan chiqqan 1,5 oy 2 oylik tayyor holatida. Tayyor holatida. Bozorga 1 oy 2 oy qolganda qanaqa holatda tayyorlanadi qo'ydi, qanaqa holatda qatiriladi, o'shani hamma haligi siz videoda. Hop. Chiroyli qilib chiqarib berasiz. Qo'ylar o'zi tayyor bo'lib qoladi degan pashta. Tayyor bo'lishdan oldin Makkani o'tilmaydi. Tayyor bo'lay deyilganda. U qatiradi-da Makka qo'ydi. Xudo xolasa ves ko'proq qo'shadi yana. Video davomida hamma yo'g'ini aytib ketaveramiz azizlar. Nimaga buni? Video davomida hammasi aytiladi. Videoni oxirigacha ko'rib like deb bosib tursiz, xudo xolasa hamma siri ochiladi buni. Mana akalar, bug'doyni qarang shishib, haligi juda katta bo'lib, yiriklashib ketayotgan lekin. Xudo xolasa hammasini batafsil videoda chiroyli qilib, videoni boshini ko'rdingizmi, oxirigacha ko'ring, kim qo'y baqish kerak? 10 ta qo'y baqasizmi, 15 ta qo'y baqasizmi, hammasini batafsil yoritib boramiz. Narigi boshida birinchi qo'ra tashalgan holatlarni ko'rishgan. Bu endi tayyor bo'lib qolay degandan holat bu. Bu gap yo'q. Arzonchi bola mana shu qozon, necha litrlik qozon? Nechta qo'yga yetadi mana shu? 50 litrlik qozon bu. 50 litrlik qozon, hop. Hozir Makkasi yo'qligi uchun kichkinaroq qozonda qaynatyapmiz. 50 ta qo'yga baqamiz, 50 ta qo'yga yetadi azizlar mana shu. 50 ta qo'yga yetadi. Mana akalar. Haligi nima deydi? Bunga nima aralashtirasiz masalan deydi. Bunga makka, hop, keyin chigit ham qo'shganmiz ichiga. Makka, chigit bor. Undan keyin kepak bor. Hop. Xudo xolasa hammasini video davomida mono-monoqa narsalar qo'shiladi deb, hammasini batafsil yoritib beramiz. Mana akalar, sizlar bittadan like deb tirs bosib tursalar, mana arzon usul. Haligi nima deydi? Kimdir qo'yga po'choq berib bo'lmaydi degan ekanmiz. Nima deysiz? Masalan, shu endi shu ma'lumotni ham yoritib kelsak baribir yaxshiroq bo'ladi. Endi chiqqan po'choqni bersa bo'laveradi. Bemalol. Endi har xil po'choqlar kelib qolishi mumkin. Achigan, aynagan bo'lishi mumkin. Mana yangisini tashab qo'ysangiz bo'laveradi. U hech ziyoni yo'q. Po'choq berilaveradi. O'zingiznikidan chiqsa yaxshiroq, ishonchliroq bo'ladi-yu. Masalan, o'zingizga yomon narsa ravo ko'rmaysan. Shunday. Keyin yo'lib ketganlar. Bug'doy 2 baravariga kelaman. Mana shu shishib 50 litrlik qozon. Rasa bo'lsa bunga 7 kilo, 8 kilo bug'doy tashalgan. Hozir shunday tortiladigan bo'lsa 30 kilo, 35 kilo haqida chiqadi. Baravardan baravar. Xotirjam, ha. Haligi bug'doyda akalar e'tibor bering mana. Buni keyin kamera qaynatilib qo'yibdi. Bu safar bu qaynatilsa mana shu bo'yga chiqadi. Xudo xolasa bor. Video o'ta cho'tki bo'ladi. Like bosib, kommentariyaga yozib, otangga rahmat. Hamma bilgan to'g'risi. Buni qanaqa qilib berish, nimasini hammalar bilgansizlar.
lekin videoni masalan 2 oydan keyin qanaqa holatda bayqaladi, unisini bilmaysizlar. Hammasini yoritib boramiz azizamjon. Oddiy nima deydi, biz video chiqarishimizdan maqsad oddiy uy sharoitida arzonroq usulda baqishda bu. Masalan deylik. Kim 5 ta qo'y baqadi, kimdir 10 ta qo'yga qurbi yetadi. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha bilgan ma'lumotni berib o'tamiz. Chiroyli fikrlarni yozib, videoni oxirigacha ko'rib tursa, batafsil hammasini yoritib boramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'lmasa xudo xolasa bundan endi nima deya qo'ylar oldiga borib ma'lumotlar beramizmi? Qo'ylar oldiga borib bir qator ko'rishsin. Qo'yladi. Qana o'zgaryapti. Qanaqa o'zgaryapti, boshqa narsa bo'lyapti. Hamma narsaga mehr bersa, hozir ko'rib. Qo'ylar oldiga boraylik bo'lmasa. Bo'ldi, pauza qilib turaylikchi. Mana kelar hozir chiroyli qilib bor ma'lumot olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa mana qo'ylar qanaqa semiryapti, necha oy bo'ldi og'onlariga, qanchadan olib tashlaganlar, qanchadan hozir omoch, qancha daromad qilish, maqsad foyda qilish. Shu nima deydi? Shu ani chiroyli qilib olib berishga harakat qilaveramiz deydi. Xudo xolasa qo'ylarni legendalarni olib, xudo xolasa mana uni semirgan holatlari akalar, mana. Mashalloh. Akalar siz bilan bizga qo'ramiz ham anaqa qo'ylardan 100 talab o'qish nasib qilsa, mana uni qarang, semirib, baliq bo'lib ketgan akalar. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Mashalloh deb kommentariyada yozib ketasizlar akalar, mana qarang. Haqiqatan qo'y semirib o'taligi. Azizimda keyin bir xil odam hali qiladi. Qo'yni baqaveraman, qisirga baqaman, boshqa narsa. Yo'q, buni avgustdan keyin azizimda bo'g'az sezon boshlanadi, 2 marta daromad qilsa bo'ladi. Videoda ham ko'paytamiz. Bu qo'chqarni ko'ryapsiz-a? Hop. Bu bitta qo'chqar bor ichida. Hop. Hop, sog'lig'imiz qayda 15 dona 10 ta cho'msa, buni mevasi. Mana qo'y tug'iladi semiz holatda. Ha, mana. Buni tug'di. Uni mevasi. Kerak mana. Shunaqa kecha tug'ib qo'ydi. Mevasi. Mana, mashalloh. Yana o'sha semiz holatda turaveradi. Yana o'sha yemni berish. Hammasi bo'g'oz bular. Buni qarang akalar. Haligi semiz qo'yga yem ber bo'lmaydi, judalik qilib bo'lmaydi degan akalarimizga nima fikringiz bor? Masalan deylik. Mana o'zi gap so'z isboti bilan bo'lyapti, ana tuqqan qo'yni ko'ryapsiz, qanaqa semiz holatda tuqqan. Bemalol bo'g'oz qo'yga ham berishaveradi. Bola haligi nima deydi, udor bo'lib mana qarang, buni mashq qo'zi. Necha oylik qo'zi masalan deylik, mashq qo'zi necha oylik bo'ldi? 4 oy avvalda bo'ldi. 4 oylik qo'zi akalar 7 oylikka o'xshab ketdi. Haqiqatan yemni ichida bo'lsa, endi hammasini sira-sirali boshqa narsasi bor. Qo'limdan kelganicha hammasini chiroyli qilib ochib beramiz. Xudo xolsa kimdirgadir manfaatli bo'ladi. Xudo xolsa bag'ya qulay sharoitda baqada qilib, cho'tib qilib tushuntirib beramiz. Mana akalar. Mana shular tashaganingizga necha oy bo'ldi? Bularni tashaganimiz 2 oy oldi, azizamjon. 2 oyda 2 oy. Keyin 10 avlariga oqlay 1,5 oy atrofida bo'ldi. Mana oqiga ham 1,5 oy atrofida baliq bo'lib semirganlik. Haqiqatan akalar mana qarang. Mashalloh. Akalar mana uni qarang turuviga. O ona bolani ham qarang. Onasi qanaqa semiz bo'lsa ham bolasi buni yugurib o'zi 2 kunlik qo'zi qarang, yugurib haligi nima deydi, xotirjam yuribdi demoqchi. O'ylashmasa, hamma qo'rada qo'chqor bor azizlar. Hamma qo'rada, nari chekka qo'rada ham qo'chqor bor. Hamma qo'rada qo'chqor bor bittadan. Mana akalar. Uni qarang. Ziyon qilmaydi-da qo'chqor qo'shib. Oq qo'chqor ekan bayda. Bularga azizamcha eng uzog'i 1,5 oy bo'lgan mashq qo'ylar. Tashaganingizga. U lopmas, prosta hamma narsaga. Oddiy qanaqadir bitta meva ekib qo'yingda, ichga mehr berib qo'ysangiz, siraz baglab cho'tka olish haliga ketadi. Bular ham ichidan chiqmay mehrni berib yursangiz, nihoyatda chiroyli bo'laveradi. Bo'laveradi. Arzonchol mashq qo'ra necha metr mashina uzunligi mashina? Masalan deylik, 8 metr azamjon. 8 metrda mana akalar. Ichi 2,5 metr. Ichi mana 2,5 metr akalar, mana 2,5 metr bo'lsa, nechta qo'y turaveradi mana shu yerda masalan? Xotirjam bemalol. 20 ta qo'y xotirjam turadi. 20 ta qo'y bemalol. Erta semirib ketsa ham turaveradigan holatni aytyapman-da men. Agar birinchi olib kelgan holatlarda 30 ta qo'y sig'adi mana shu yerga. 30 tagacha qo'y turadi akalar, mana. Ularni ham ko'rsating. Qo'y haqiqiy. Necha oy bo'ldi deysiz tashaganingizga? O'sha bir ana shu qo'ylarga ham 2 oydan sal o'tib qoldi xolos. Lekin mononga 1,5 oy har xil kelganda ichida. Ha. Akalar. Hozir 2 oydan sal o'tdimi? Bo'ldi, bug'doy makkani olib qo'yishadi ichidan. Bug'doyni o'zini qaynatib qo'shib yuborishadi qurug'icha. Qurug'icha. Bug'doyni o'zi ho'l bo'lsa bo'ldi. Makka quruq, kepak, agar chigitga ham masalan, chigitni ham alaysiz bo'ladi bo'lsa, chigitdan bersa zo'r bo'ladi, imkoni bo'lsa. O'sha yemlarni ham bir ko'rsataylikmi bo'lsa hozir bir sirasi. Ana shu quruq makka beraman dedingizmi? Makka bug'doyni ko'rsatdik-a birinchi. Hop. Chigit, kepak. Bitta shay mana shu qopda men ko'rganday bo'ldim mana shu yerda. Qani. Nima bor ekan bayda? Bayda kepak o'zimiz. O'zimizni qazak kepak deydimi buni? Kepak shu. Mana akalar, haligi o'zimizni qazak kepak mana haligi
Ya dollik kepak emas, bu qazak kepak. Yo'q, qazak kepak. Bu hozirgi kunda Makkaning kilosi necha pul bo'lyapti? Makka 4,5 ming eng zo'ri. Eng zo'ri Asli 4,5. 3800 gacha bo'lyapti. Hozir olsam men. Mana hozir Makka pishayotgan paytda, to'g'rimi? O'sha dehqonligi bo'layotgan mahalda. Uni qarang. Arzon qilib qo'y. Qo'y yegan sari haliga nima deydi? O'zgarib olaveradi. Qancha mehr bo'lsa, xudo xohlasa shuncha kuchaveradi. Orcha yem emas deydi. Orcha hashak emas. Hashagimiz mana. nima berasiz deydi? Moshda sal maydalab qo'yiladi, xolos. Qo'yadi maydalanmagan. Mana, kela. Bu haliga mosh piris ekana, bu piris, kaltak. Qimmatalik yangisi emas, mosh. Kaltakka o'xshab ketibdi o'zi ham. Bu qarang mana haliga. Mosh mana tagida sal zaglari bor ekan. Kela mana shu. Buni drabilgada chiqarib berilaveradi. Drabilgada bemalol chiqarib berilaveradi. Maydalanib qolsa oldi qo'yga. Moshda yo'radi. Xohlasa to'pon berilsa, nima bo'lsa ham, yaqqanni berilsa bo'ldi. Moni ko'nasa ko'zim tushib qoldi mana shu narsaga. Bu qishqa uni atalaga. Qo'ydi haliga yemini pishirgani. Yemini zo'rladi qolsa, endi bu ham bitta daromadda. Daromad haliga nima deydi? Gaz yaqilmaydi atalaga, boshqa narsa olmaydi. Cho'tka qilib yig'ib qo'yishsa, mana kela. Hammasi qo'ydi o'zini go'mi. Qo'ydi shu haliga yemini pishirgani. Hamda ko'mirdan yaxshi yonadi bu. O'z ko'mirdan hozir bilib ham bo'ldi buni. Обязательно shu ko'mir qo'ydigan tashaladi. Ko'mir bizda anaqa rol o'ynamaydi. Gaz bor, gazda buni ekonomda. Besplatni. Besplatni. O'zini o'zi xarajatdan chiqaraveradi. Prosta sal haligi birekda yerga chidab tursa, ol Makka bug'doyiga berilsa bo'ldi. Mana kela. Buni Qur'onni ko'ryapsiz, yangi tushyapti. Qora yangi tushyapti bu yerga. Ham qo'y to'ldiramiz, azanda uni ham cho'tka qilib videosini qilib, qancha ketdi, necha pul ketdi, mana endi bityapti ekan. batafsillarligini beramiz. Batafsil ma'lumotini berasiz, xudo xolasa. Ko'ryapsiz, mana yo'lagi 1,5 metr, ichi 2,5 metr. Mana ichi 2,5 metr yo'lagi. 9 metr, 10 metrcha bor xolos. 9 metrcha emas. Mana agar men ish qozonga buni qarang, terib qo'yibdi. Chiroyli qilib terib, ayna qilib yaqilaveradi haligi. Beminnat haligi pulga sotib olinmaydi demoqchiman. 20 ta 10 ta dedim-ku. Hop. 5 ta 2 tadan boshlab mana sekin-sekin qo'shib olishaveradi. Qo'raladi ham, o'xirda ham nima kerak bo'lsa, birinchi boshida yengil-yengilda 10 ta pullar yetadi, 5 taga pullar yetadi. Hamma qurib yetgan chog'i xudo xolsa qilsa qo'ydasiz, shu hammasi qo'ydi ichida. Qo'ydi ichida. Mana. Birinchi nechtadan olib boqqansiz masalan deylik. Birinchi mana obunachilarimiz, men ham 50 ta birdaniga boqaman degan obunachilar bari kam-u. Nechtadan olib birinchi nechta boqqansiz? Birinchi bitta sariq igna bola boqqanman. Birinchi. Undan keyin ikkita qo'zi olman. Sekin-sekin qiziqish o'zi kuchayib. Ha. Xos boraveradi. Mana qulog'ini qarang akalar, bey. Qulog'ida. Mana bey. Tug'ma shunaqa shakliga bu. Mana uni qarang. Ichini quloq. Mana uni qarang, hali qo'lni ham mana yeb tashlayman deyman. Qarang. Mana. Hech jonivar. Qulog'iga, chini quloq deganidan. Ha. Bu qo'chqar turishini haligi sababini ham ko'ring. Qo'zlarni ko'ryapsizmi? Hozir ham bor. Mana uni qarang, bey. Kalla chiroyli qo'zini, akalar. Hech jonivar. Beginarni bolasi, buni sariq bolasiga bir surtib qo'yapti. Ha. Buni kishkilik mana. Ha, ikkovi yonma-yon turib o'sha o'zini bolalar. Ha. Arzonchi bola masalan deylik, buni qo'y oqib daromad qilish maqsad foydada, to'g'rimi shu? Boshida hammasini chiqardik, cho'tki qilib, boshqalardan ham chiqardimiz. Hop. Orcha narsa emas. Hop. Vaqtida suvni qo'yish kerak. Vaqtida yemini berib, vaqtida hashagini berilsa bo'ldi. Buni ustida 24 soat turib olsin, yotib olsin degan yeri yo'q. Hop. Vaqt soati bilan suv tugadimi, suvni almashtirib qo'yish kerak. Men qarang, qo'chqordan haligi beldi, qarang, bel baqoda. Masalan, qo'yni bozordan olishda qanaqasini boqish kerak? Masalan, adashmaslik, haligi foyda qilish uchun qanaqa yaxshi qo'y olib boqish kerak? Eng arzon variantini olish kerak. Eng arzonroq variantida. Aytyapman, vaqt soati bilan. Soatga qo'yib berilsin. Mana shu qo'ydan hech kim 10 darajaga keladi deb ko'rmagan. Mana akalar. Endi sizga o'zim mana shular ichidan chiqib turib aytyapman. Tavsiya qilyapsiz. Keyin mana buni qo'y bor. Mana. Ashi ham 1,5 oy cho'q qilgan shu qo'yga ham. Nech pulga olib tashlagansiz bo'lmasa masalan? 4 kunda. Uni mazamjon? Ha. 3 millionga olib tashlagan monosini, yolg'on emas. Qaysinisini? 28 ga olib tashlagan. Monosini. Mana akalar 2 million 800 mingga olib 3 millionga olingan ekan. Masalan, endi hozir nech pulda olmoq. Vaqt oling, aptaq tushib talik, xiraq qolyapti. Hop, masalan deylik, nech pulda olmoqchi, masalan, sotmoqchi bo'lsangiz, nech puldan oladi? O'zingiz masalan sotib yurasiz, to'g'rimi haligi? Arzonchi degan nomni olgansiz, nech puldan mana oladi? Hali chiqarmaganmiz, endi bitta qo'ylar degansiz qo'yyapmiz. Unisini 5,5 millionga beramiz hamja. 5,5 millionga haligi nima deydi? Sotsa bo'ladi. Xotirjam. Bemalol. Xotirjam bo'ladi.
Bunosini 5 million avada ozmoz o'tib yashaymiz ekan. Mana akalar 5 million. 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oyda nech pul edi? 7 million, 6 million bo'g'az. Naqd kerak desa, naqi ham bor ichida. Buni qarang akalar. Arzonchi bola 1 oyda ichida xil odam bor-da, noto'g'ri tushunmasin, hali katta gapirya, o'qilyapti. Unaqa emas. Qarashga bog'liq, yerga bog'liq. Shunday cho'tki qilib qarab qo'ysa, xudo xolsa 1,5 million ham tashlaydi. Yo, siz ham endi hali yosh bola, bu YouTube'da yosh bola ko'rmaydi-yu, masalan shuncha masalan 80% odam hozir qo'y, faqat mana shu chorvachilik, to'g'rimi? Masalan, qo'y boqib daromad qilish. Uni endi kimdir bilmaganlar bor. Shuning uchun ochiq oydan aytavering, uni masalan minchadan olib, mincha boqaman, mincha sotaman. Shuni dangal aytavering, haligi kimdir haligi noto'g'ri o'ylashlar mumkin emas. Yosh bola haligi 3 millionga, 3,5 millionga aylandim, 5 millionga sotaman deyapti. 5 millionga boqtirib 500 ming bersangiz, shu. Boshqa narsaga yo'qman, orcha gapirga yo'qman. Endi buni rosa mehrni berib, cho'tki qilib qarashsa, 2 mahal qaraladi qo'yga. 2 mahal qachon qaraladi? Ertama kechqurun. Ertama kechqurun. Yengil ashagini berib qo'ysa, bo'ldi. Zo'rab turaveradi. Keyin yemni berishda ham haligisi bor, vaqti bor. Yemni oldi yengil ashak tashab turib, undan keyin yemni berishsa, qonida turadi, o'ziga sekin singib olishi osonroq bo'ladi. Osonroq bo'ladi. Odam yemni ham tashaveradi, makkani ham tashaveradi. Naqada rejimchi ketib qoladi. Rejim bilan baqilsa, odam rejim bilan boqish kerak. Aytgan maqsadlariga, aytgan niyatlariga yetishadi. Keyin vaqt soatida ular ukari ba'zancha 30 mingga beradi deyishdi. Vitaminlardan qildirib tursa bo'ldi. Keyin albin berish kerak. Bo'g'ozmi, qisirmoni farqi yo'q. Albin haligi bo'g'oz qo'yga ziyon qilmaydi, hozir bo'g'oz qo'y ko'payyapti baribir. Hozir paytga ziyon qilmaydi. Ha. Bemalol. O endi qo'y boshqa narsa deb qolsa, lekin unda endi qo'yni olishgandan keyin 1 oyda ichida qo'y zo'r bo'ladi, albin ichmaydigan shartlar bilan so'qqiladi. Ha. Hamma yo'g'ini bu shuni ichida ichi bir kunda masalan 1 soat, 2 soat ertaman kechqurunga vaqt ajratib qo'ysa, aytgan daromadda, aytgan holatlarda cho'tki qilish qilsa bo'laveradi. Arzonchi bola bunday gap. Siz hozir o'zingiz necha yasharsiz? 21 yasharman. 21 yashar bo'lsangiz, necha yildan beri mana shu qo'yda ichidasiz? 14 yoshimda shuni ichga kirganman. 14 yoshingizda. O'zi oldin kichkinalaringizda qo'yib boqib turamni endi. Aytyapman, men buni ichiga rostman kirmasimdan oldin birinchi ina bola qo'yib boqqan. Masalan, o'zingiz endi ota bolangiz o'zingiz boqqanmisiz, axir shu. O'zim boqqaman. O'sha ukarni ham har haftasiga qo'yib qilardim. Masalan, eshitgan odamdan bitta gapni eshitdim, mana shu ishni qilardim qo'yda. Lekin shu ishni sinardim, ana shu ish foydasi bo'lsa ko'rsatardi. Hechalik unaqa narsa bo'lmayapti hozir. Bundan bag'ida ham bo'lgan yo'q. Boshqa ishimni ham qilyapman. Bilasiz, qo'y chiqarib ham turaman. Uni ham qilaman. Bunga ertamaga bu nima deydi? Bo'ldi. Nima deydi? Bu haligi alohida daromad deydimi shu? Bitta yerda yaxshi ishim bor deb qo'yishaveradi-da. Bittalarga joyi bor, u sekin keladi deyshadi, 2-3 oyda. Hech bosh qo'y bor mashina masalan deylik. Hech bosh qo'y bor masalan. Mana 25 ta. 25 ta. Bolalar bilan hisoblasa bir 50 tacha chiqadi. 50 tacha mana qo'zlar o'zi tug'ishni boshlabdi, qo'ylar mana akalar. Boshlandi. Mo'lama endi biletlar 8 kun, 10 kun bo'ldi qo'zlar. Tug'ilganigami? Bir xatda. Agar masalan kim kelib, hali qo'y ko'ramiz, naqa desa qo'yiladi. Xo'p. Bir haftada ash qo'yam 7 kunda. Tushunmagan, eshiting, tushunmagan obunachilarimizga telefonimiz qo'ysa tushuntirib qo'yarsin bir. Endi biz muncha qo'y olib, munchada olib haligi. Nima deydi, bundaqa bo'lyapti, tushunmayapmiz degan tog'alarimiz bo'lsa. Endi hoj tog'alarimiz bor-da baribir. Xudo xolsa qo'limdan kelgancha. Buni holatda bo'ladi. Endi birinchi o'g'on odam, birinchi yo'lga tushgancha sal qiynalishadi. O'shani cho'tki qilib qarab, ertaman kechqurun vaqti bilan. Telefon nomerni qo'yaver, qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. Agar kim ma'lumot kerak bo'lsa, so'rashaveradi bemalol. Agar kim qiziqib qo'yni ko'ramiz yo olamiz ash qo'ylardan bo'g'ozlari bor ekan 100%likda bular. Masalan 100%lik. O'zi olib tug'ishni boshlabdi-da. Tagi aytdim-ku, ayog'i ko'rinmagancha men bo'g'oz demayman dedim. Ha. Tagi ham ana deb tirsillab turganlari bor. Xudo xolasa akalar mana. O'shanda kelsa bir haftami yo 3-4 kunda ash qo'yni ham ko'rishadi. Xudo xolasa akalar mana. Tug'ilgan bir haftada qo'y qanaqa qilib o'zgaradi degan akalarimiz. Xudo xolasa maksimal darajada. 7 kunlik qo'zi mana qo'ydiga. Shunaqa deyilsa. Bir haftalik qo'zi mana shu bir haftalik qo'zi. Voy, mashalloh akalar. Sizni ham bizni ham qo'ramiz deb ayna qo'ylardan 100 ta 100 talab boqish nasib qilsin degan akalarimizga. Erta bor deyman, martlarda tug'ilgan qo'zilar mana shular. Ha. Sizni ham bizni ham ayna qo'rada deb xudo xolasa ko'p boqish nasib qilsin degan obunachilarimiz bittadan like deb bosib, kommentariyada otangga rahmat.
chorvonga Alloh baraka bersin degan akalarimizga xudo xolsa 100 talab boqish nasib qilsin akalar. Kommentariyada akalar kim qayerdan ko'ryapti? O'sha bizga qiziq, o'sha ma'lumot bizga o'ta qiziq akalar. Xudo xolsa Xorazmdan, Samarqanddan, Buxorodan, Andijondan, Qo'qondan biz ko'ryapmiz deb kommentarda bitta yozib ketinglar akalar, xudo xolsa. Bitta endi obunachilarimiz qo'llaridan keladigan fikrda aytaman. Hop. Ashir like bor chekkada. Like bosib qo'ysin, bir ikkita odam hali bilmaydigan odamlarga yetib boradi. Video tarqalib yetib borsa, xudo xolsa o'sha odamlar endi agar sal bo'lsa ham manfaatli video bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz, xudo xolsa. Ortiqcha haligi yo'q, xudo xolsa eng zo'ri o'sha yetib boradi. Bilmaydigan odam sal bo'lsa ham bilsa, shu olishaveradi. Keling mana 3 oyda qo'y boqib yaxshi daromad qilamiz degan akalarimizga videoni jo'natib qo'yishaveradi. Bemalol jo'natib do'st birodarlarga. Shunday qilib telefon qilishsin ham o'zim chiroyli qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. Mana akalar, xudo xolsa do'st birodarlarga maksimal darajada jo'natib qo'ying. Xudo xolsa akalar sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar mana shu qo'ra nech pulga bitdi, nech usta kalalardan ishlashyapti, nech pulga bitdi, hamma ma'lumotini xudo xolsa berib bitishi bilan xudo xolsa chiqaramiz. Sizlar shu like bosib, kommentariyada otangga rahmat deb turasizlar. Tamam, xudo xolasa arzonchi bo'lar, bugungi ma'lumotlar shular. Bugunga shular, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha, agar sal kamchiliklari bo'lsa, uzr. Haligi endi biz bilgan qo'ldan kelganini ma'lumotni berdik. Hali qo'ylarga yem berishga azimcha vaqtliroq. Aytdimmi sizga, vaqtida qo'yib berish kerak. Agar biz beradigan paytda qorong'i tushib ketyapti, boshqalar so'lyapti, yemini ko'rsatmadi, boshqa narsa bor. O'sha holatda chiroyli qilib berishaveradi. Agar kamchiligi bo'lsa, ming bor uzr. Endi men o'zim bilgan, o'zim qilyap turgan ishni aytdingiz. yoritib berdim. Bo'ldi, gap. Arzonchi bola xudo xolasa ma'lumotlar bugunga shular menimcha. Xudo xolasa qo'ylar kelish davom etyapti. Kimga kerak bo'lsa, bemalol yana aloqa chiqishaveradi. Qanaqasi? Uyimiz 24 soat ochiq azam. Xudo xolasa akalar. Bemalol telefon qilib kelishaversin. Bo'ldi, gap. Tashlab beraveramiz. Bo'ldi, gap. Akalar, bugungi ma'lumotlar shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat akalar. Tamom deydi, shoshilasizlar.